Assalomu kanalimiz muxlislari, kontra mahsulotni yangidan narx-navosini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Kontramizda yashayotgan firma holi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Unda biz boshladik. Mahsulotimizni tanishtirishdan oldin lokatsiyamizni, manzilni tushuntirib o'tamiz. Yanqo'rg'ondan kelishda 40-metr ro'parasida, bu tomon esa Toshkentdan kelishda. Kontra mahsulotimizda mana ko'rinishdagi 6 va 4 profillarimiz sotuvda bor. 6'ga 4 bo'ladi. Stenasi qalin, ekkilik kamida, bo'yin uzunligi 2.60, bir donasini buni 64 ming so'm beryapmiz. Bemalol turli xil maqsadlar uchun foydalansangiz bo'laveradi. Holatlari chotki. Mana ko'rinishdagi 4ga 4'imizda ham sotuvda bor. Bo'yin uzunligi 2.60, bir donasini 43 ming so'm beryapmiz. Kapalak so'rag'an insonlar uchun mana ko'rinishdagi kapalaklarimiz sotuvda bor. Bu kapalagimiz turli xil naveslar uchun reykaqqa foydalansangiz bo'laveradi. Zabonlar uchun ham reykaqqa foydalansangiz bemalol bo'laveradi. Bo'yin uzunligi 2.30 bo'ladi. Buni bir donasini 28 ming so'm beryapmiz. Bu tomon esa kontra mahsulotlarimiz. Ko'pchilikka qiziq bo'lgan poltoqtash haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ko'pchilik biladi-yu, endi bilmaganlar uchun aytib o'tamiz. 240 ga 1.16 bo'ladi razmeri, stabilni chiqadigan razmer. 1 kvadratini 130 ming so'm beryapmiz. Albatta, bu buna razmerdagi poltoqtalarimiz bozor holatiga kelib chiqib turib aytadigan bo'lsak, 100 ming so'mdan 150 ming so'mgacha bor. Nimasi farqi bor degan misollar uchun statsiyaga qarab turib, holatga qarab turib baholanadi. Bu tomonda esa nostandart razmerlari bor. 1.16 ga 2.20, 2.30. Mana ko'rinishdagi poltoqtamiz ham chiqadi, doim chiqadi. Razmeri 0.63 ga 2.10 bo'ladi. 1 kvadratini 95 ming so'm beryapmiz. 0.55 ga 2.40 kvadrat 95 ming so'm. Bemalol poltoqtaga foydalansangiz bo'laveradi. Mana ko'rinishdagi horilarimiz zakaz bo'yicha tayyorlab beryapmiz. Hozir yoz fasli ko'pchilikka kerak. Shuning uchun batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Bu tomondan bu tomonigacha 25, 30, 35, 38 gacha pul o'zgarmaydi. Bo'yin uzunligi siz aytgan razmerga esa bera olamiz. Metri 185 ming so'mdan, tepasida bir dona choki bo'lishi mumkin. Inshaalloh uchoqdan muammo bo'lmaydi. O'zimiz planga qo'yib, kontrol qilib chiqaramiz. 185 ming so'mdan metri. Buni klientim tomonidan ichiga to'sinchidan zakaz qilishgan, to'sinchidan qilib tayyorlab berdik. Tepasiga tushgan qilib tayyorlab berishingiz mumkin. Bu 5 chok razmer qilishdan 200 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Mana ko'rsatuvlarimizni bo'yin uzunligi 11.70 bo'ladi. Mana bu zigzag sotuv qiladi. Bor bo'yiga olsangiz 180 ming so'mdan beryapmiz. Yana ozroq holatdagilari bor. Xo'sh, bu nimasi farqi bor degan insonlar uchun tepasi 2 metr choki bo'ladi, 170 ming so'm. Yana mahsulotimiz mana ko'rinishdagi 2.30 laygasi ham sotuvda bor. Ko'pchilik biladi, razmeri ham 2.30 bo'ladi. P shaklida. Sinasi 308 bo'ladi eng kamida. Hamma bir donasini 80 ming so'm beryapti. Holatlari chotki. Ozroq holatdagisi ham bor. Mana bir tomoni kattaroq, bir tomoni ozgina kichkina. Qolgan razmerlar bor. 2.30 bo'ladi. Sinasi 308 eng kamida. Bir donasini 78 ming so'm beryapti. Qovurg'a laygamiz bor. Buni bir donasini 90 ming so'm beryapmiz. Bemalol ichki laygamiz ham to'sin, layga, strapilar qilib foydalansangiz bo'laveradi. Ustunlik bormi degan insonlar uchun mana bu ko'rinishdagi ustunliklarimiz sotuvda bor. Hozir ozgina qolibdi. Xudo xolasa so'rasalar chiqarib beraveramiz. Razmerlari 5 ga 10 bo'ladi. To'la tomon yopiq. Bo'yi 255. Bir donasini 120 ming so'm beryapmiz. Bu tomonda bo'yida ozgina farqi bor. 5 ga 10, bo'yi 2.25, qolgan razmerlar barqaror. Bu puli 110 ming so'm beryapmiz. Ustunga foydalansangiz, laygaga foydalansangiz, strapilarga foydalansangiz ham bo'laveradi. Mana ko'rinishdagi mahsulotimiz bor, ruchka deyiladi. Ko'rishingiz mumkin, holatlari zo'r. Bemalol turli xil maqsadlar uchun foydalansangiz bo'laveradi. Qo'ylarni, mollarni atrofini o'ragani ham bo'laveradi. Hech qanday terisiga ziyoni yo'q, shilib qo'ymaydi. Bo'y uzunni 60 ming so'm, kaltasini esa 55 ming so'm beryapmiz. 6 o'zi sotiladimi degan insonlar uchun ham 6 sotiladi.
6 ga 6, senasi 308, bo'yin uzunligi 10,70 bo'ladi. Buni bir donasini 600 ming so'm beryapmiz. Mana ko'rishdagi 1 metrligimizdan sotuvda bor. Latoklar uchun ko'proq foydalansangiz bo'laveradi. O'ta yaxshi mahsulot, qattiq. Bir donasini 24 ming so'm beryapmiz. Yoki mana ko'rishdagi ozon holatdagisi bor. 50 sentli deyiladi. Yani bemalol o'sha latoklar uchun, turli maqsadlar uchun foydalansangiz bo'ladi. Bir donasini 15 ming so'm beryapmiz. Bo'yin uzunligi 55 sm bo'ladi. Yoki 93ligimiz ham bor. Bo'yin uzunligi 93 bo'ladi. Bu ham turli o'sha latoga, boshqa maqsadlar uchun foydalansangiz bemalol bo'ladi. Yaxshi mahsulot. Buni bir donasi 25 ming so'm beryapmiz. Ozon holatdagi poxtalarimiz bor degan insonlar uchun mana ko'rishdagi poxtalarimiz bor. Razmerlari biri 16 ga, biri 39 bo'ladi. 1 kvadratni 80 ming so'm beryapmiz. 0.63 ga, 1.63 bo'ladi. Bir donasini 80 ming so'm. Bemalol poxtadan foydalansangiz bo'laveradi. Ustunligimiz mana ko'rishdagi siz bor, bu yerda baquvvat 10 ga 15 bo'ladi. Buni tozalab beramiz. Buni tepasidagi uyg'unlikni olib tashlaymiz. 250 ming so'm beryapmiz. Ikkitasi ulasangiz 460 bo'ladi. Bemalol ustunqa foydalansangiz bo'laveradi. 3 ga 1 listlarimiz bor. Qovurg'asi bilan turibdi. 1 metrga 3 metr bo'ladi. Stenasi 4 bo'ladi. Buni tozalangan, ustida yo'q. 1 metrni olib tashlasak 600 ming so'm beryapmiz. Endi 1 metrman keladigan bo'lsangiz 950 ming so'm beryapsiz. Bemalol katta latoklar uchun foydalansangiz bo'laveradi. Inshaalloh qurasi bilan ko'taradi. Ko'pchilik butun eshik so'laydi, mana ko'rishda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bemalol foydalansa bo'ladi. Bu eshigimizni narx-navosini tez o'zgarib turadi. Shu sababdan qachon kerak bo'lsa telefon qilib aloqa qilsangizlar, shu hisoblab beramiz yo'lda qilib. Bemalol foydalansa bo'laveradi. Mana ko'rishdagi chanamiz bor. Bu chanamizni ham strapilar, to'sin, layga foydalansangiz bo'laveradi. Xoriqqa foydalansangiz ham behijolat o'zining vazifasini bajarib turaveradi inshaalloh. Bo'yin uzunligi 10,70 bo'ladi. Holatlari cho'tki. Buni bir donasini 550 ming so'm beryapmiz. Albatta, ma'lumot uchun eslatib o'tamiz, vaqti bilan narx-navomiz o'zgarib turadi. Ko'pchilik telefon qilib so'raydi. Xom listimiz ham bor. 234 ga 11.40 bo'ladi. Sel holatda turibdi. O'chga zaborlar uchun bemalol foydalansangiz bo'laveradi. 1 kvadratini 100 ming so'm beryapmiz. Albatta, mana bu qilib foydalansangiz bo'laveradi. Bu yon listda. Ko'pchilikga qiziq, kanasi profil bilan turibdi. Albatta, telefon qilsangiz, kerak bo'lsa, xudo xohlasa hisoblab yo'lda qilib beramiz. Bu tomonsa 6x6miz. Kapalar degan insonlar uchun konteyner mahsulotlarning o'zidan kapalar chiqadi. O'ta baquvvat. Buni metrini 15 ming so'm beryapmiz. Bemalol uni ham shu reyka sifatida foydalansangiz bo'laveradi. Orqali so'ragan insonlar uchun orqalislarimiz sotuvda bor. Bo'yi 2 metr bo'ladi. Eniga uzunasi 230, 260 bo'ladi. 260 ni 600 ming so'm beryapmiz. 230 ni esa 580 ming so'm beryapmiz. Hozir kunda yon listimizda talab kuchayib ketgan, shu sababdan qolmayapti. Buni kvadratini 105 ming so'm beryapmiz. Bu tomonda esa o'sha nostandart razmerdagi paltoqlarimiz. Albatta, o'z razmeringiz kerak bo'lsa, terib olib ketaverasizlar. Biri 16 ga hammasi endi biri 16. Bo'yi farqi bor. Biri 50, biri 80, biri 90, 2 metr, 220 lar bor. Bular kvadratini 95 ming so'm beryapmiz. Bizda mana bu ko'rinishdagi firma xizmati ham bor. Bu konteyner mahsulotdan tayyorlangan 4x4 profildan tayyorlab berganmiz. Buni 4x4 ishlatilgan, joyiga qarab turib tavsiya beraveramiz. Buni narxi eng kamida 120 ming so'mdan boshlanadi. Yoki baquvvatli holatda keladigan insonlar uchun mana ko'rinishdagi lagadan tayyorlangan hollarimiz sotuvda bor. Tayyorlab beramiz razmeringiz bo'yicha. Buni metri 195 ming so'mdan boshlanadi. Albatta, telefon qilsangiz, obrazesga sizlarga qarab tashlaymiz, ko'rasizlar. Ma'qul kelgan material bo'yicha ishlaringizni bitirib bera olamiz. Olib borib, surunkasi bilan hisoblab beramiz.
Qiziqqanlar bemalol aloqa chiqarsizlar. Sizlardan bitta like va podpiska. Kanalimizdagi ba'zi bir xato kamchilik uchun uzr so'rab qolamiz. Hammaga rahmat.